Lenin keyin u bilan yuridik masalada gaplashadi. Lenin yurist-ku. Lenin ziyolilarni nimaga shunday yomon ko'rgan? Lenin endi bilasizmi, intelligensiya bilan mana masalan sizni bilimingiz kuchli. Men ham masalan o'zimga yarasha bilimim bor, Nurbekniki ham. Biz masalan omi odamlarga masalan gapirsak, ular hech maqtab turadi-ku sizni. Domlalar zo'rsiz, ajoyibsiz deb sizga xush yoqadi. Chunki siz menga tengi yo'q ekan deb hisoblay boshlaysiz. Lekin sizdan kuchliroq agar olim yoki sizdan kuchliroq bironta tarixchi yoki o'zingizga mutaxassis chiqib qolsa, siz o'ylanib gaplashasiz. U bilan siz o'zingizni bemalol tuta olmaysiz. Xohlaganingizni gapira olmaysiz. Xohlaganingizni unga gapira olmaysiz. U sizni shartta tilingizni ushlaydida, uka, joyiga qo'yib qo'yadi. Og'ayni, bunaqa emas-ku deydi. Masalan, bir nimalarni gapirganingizda manbalarni shunday oladiki, qaysi manbadan foydalanganingizni tahlil qilib bersa, o'zi uyalib qolasiz. Uyalib qolasiz, keyin uni nafratlanasiz undan. Meni ana qildi. Lenin ham shuda. Lenin o'zi intelligent-ku, Lenin o'zi asli. Unga ham masalan kuchli intelligentlar albatta unga yoqmaydi. Chunki qanday qilib Lenindan kuchli intelligent mendan kuchli odam qanday qilib? Masalan, mana Boboxon Salimov aytib berdim. O'sha Xorazmda, o'sha Xorazm xalq o'sha respublikasini o'sha yirik nimalardan namoyandalaridan biri. Bu kishi qozikalon, Shayxul Islom bo'lgan, tasavvur qiling. Ham ulamo, u kishi ham bir nechta tillarni bilgan, Yevropa tillarini, juda kuchli yurist. Lenin bilan uchrashuvga borganda Lenin qo'rqib ketadi bu odamning fikrlashini ko'rib. Moskvaga borganda u Xorazm o'sha respublikasini, ya'ni tasdiqlatib olmoqchi-da endi, uni hududi jihati, uni yuridik nimalarini. Chunki istaydimi yo'qmi, to'rt tarafini baribir o'sha bolsheviklar egallab turibdi. Avtonomiyada hali u mustaqillikka erishishga u nimasi yo'q. Qurbi ham yetmaydi. Va shunda borganda ular hayron qoladi, bu bir sharqdan kelgan bir haligi nima. Bir sart degan. Sharqda bu nima? Bizga teng keladi, buni o'zi Chicherin degan o'sha bolsheviklarning birinchi tashqi ishlar vaziri bor, ministr. Genuyada konferensiya bo'lganda Birinchi jahon urushlari natijasi bo'yicha. Chicherin u yerda inglizlar bilan inglizcha, fransuzlar bilan fransuzcha, nemislar bilan nemischa bemalol gaplashgani uchun butun Yevropa hayratlangan Chicherin bilan. Mana diplomat, haqiqiy kuchli diplomat deb butun Yevropa hayratlangan Chicherin bilan. Chicherin Boboxon Salimov bilan gaplashib ko'radi o'zi. Chicherinning ko'proq tilni biladigan Boboxon Salimov. Ana sizga. Ana sizga bizning ajdodlar. U qo'rqib ketadi. Bu odam deydi, bu qanday qilib deydi? Bu Turkistondan kelgan bitta odam mendan qanday qilib menday dunyo miqyosidagi diplomatdan kuchli bo'lishi mumkin emas-ku. U kuchli bo'ladi rostdan ham. Lenin keyin u bilan yuridik masalada gaplashadi. Lenin yurist-ku. Haligi nima? Qozon davlat yurist-ku, professional. Leninni yuridik masalalarda u dabdala qiladi, torbar qiladi. Boboxon Salimov. Lenin keyin Chicherin o'ylab ko'ring, bolsheviklarning ikkita dahosini gel qilib tashlayapti. Gap bilan ham, ilm bilan ham. Unaqa odamniki albatta yo'q qilish kerak deydi. Agar bunaqa odamlar tirik bo'lsa, ertaga bu millat, o'ylasizlar, bu millat ertaga ozodlikka erishadi-ku bu. Shundan keyin bu odamni uyida yo'q qilib ketishgan. Sudsiz, hech qanaqangi tergovsiz uyida otib, bu odamni qayerga dafn qilinganligini hozirgacha hech kim. Ya'ni uni sud qilib bo'lmasdi. Joyida otib yo'q. Nima deyshadi unga? Masalan, hammasiga javob topib qo'yadigan odam. Shunday. Mana tasavvur qiling, qanday odamlarni mahv qilishgan. Mana terror, mana qatag'on.